Opam infarkt bo'ldi. 2 marta infarkt. Shu Covid paytida ekan, ham Covid bo'ldilar, Covid bilan og'ridilar. Birdaniga yo'q sahr vujudga keldi, infarkt bo'ldi. Oradan hech qancha o'tmay yana takrorlandi. Butunlay diyetaga tushib qoldilar, ozib, avvalgi Odinaxona asar ham qolmadi-da. Endi shu paytgacha har xil lecheniyalar qildik. Mana yaqinda o'sha olib borib berganimdan keyin, karantina kelgandan keyin, mana 2 oy bo'ldi, yana 2 oydan beri ichyaptilar. Telefonda ham gaplashsam, ovozlari jaranglab qolganda, "Voy opa, ovozlari jaranglab qolibdi, ko'z tegmasin, sog'liqlaringiz yaxshimi, charchamay ishlayapsizmi?" desam, "Voy, Obida, rosa ham yaxshiman, baribir karantina zo'rda, o'shani ichganimdan buyon kuchga to'lib semirib ham qoldim" dedilar. Keyin yaqinda ko'rishdim, haqiqatda yuzlari to'lishib, oldingi holatlariga qaytganlarda, keyin yana 2 ta olib oldilar, tugab qolmasin, men 2 ta olib olay kelganda deb. Mana hozir ular ham ovsinlariga o'zi taklif qilishdi, ovsinlar ham olib ichishyapti, opamdagi o'zgarishlarni ko'rib, juda ham yaxshi rezultat bo'lyapti. Yaqinda boshlariga musibat tushgan edi, o'shandan ham o'zlarini o'nglab ola olmayotgandilar-da. Mana shu karantinani Allohim sababchi qilib, alhamdulillah o'zlariga keldilar. Stress ancha orqaga tashadi. Yana oldingidek bir xushchaqchaqlik, xotirjamlik bor-da opamda. Ko'rib, qarab o'tirdim-da, haqiqatda yana o'zlariga qaytibdilar deb xursand bo'ldim.